Yangi O'zbekistonda milliy urf-odatlarimiz, diniy qadriyatlarimizning qayta qadr topganligi bilan bir qatorda siyosiy islohotlar ham xalqimizni rozi qilish, inson manfaatlari himoyasiga qaratilgan. Xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashi kotibiyati hamda demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi Xorazm viloyati hududiy bo'linmasi tashabbusi bilan Urganch shahrida mahalliy kengashlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatini samarali tashkil etish mavzusida o'quv seminari bo'lib o'tdi. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. O'quv seminarida xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlari, kotibiyatlari mutaxassislari hamda mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Seminarda ta'kidlanganidek, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar oddiy axborot kanali chegarasidan chiqib, davlat organlarining xalq bilan muloqot qilishi, ochiqlik va ishonchni mustahkamlashi uchun eng muhim vositaga aylandi. Seminarda mahalliy kengashlarning rasmiy sahifalarini yuritish, ularga qo'yiladigan talablar xususida takliflar bildirilib, ishtirokchilarga deputatlik so'rovlari, sessiya jarayonlari, doimiy komissiyalar yig'ilishlarini yoritish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi to'g'ri axborot siyosati, kengash nufuzini oshirishi, fuqarolarning ishonchini mustahkamlashi, ochiq davlat boshqaruviga xizmat qilishi ta'kidlandi. Mahalliy kengashlar deputatlarining faoliyati ijtimoiy tarmoqlarda yoritilmoqda. Chunki bu yoritilishidan asosiy maqsad deputatlarning faoliyatini shu baravar xalq omma bilib borishi kerak, ham ular bilan hamkorlik, berilayotgan imtiyozlar, qonunlarning targ'iboti, ham joylarda olib borilayotgan ishlarni yanada ularga tanishtirish, yaxshi bo'lish niyatida ijtimoiy tarmoqlarda yoritib boryapmiz. Bugungi seminardan juda ko'p narsa oldik, uni ish faoliyatimizda foydalanamiz. Ishtirokchilar ijtimoiy tarmoqlarda faollikni oshirish, xalq bilan muloqot qilishning eng tezkor vositasi ekanligini e'tirof etgan holda, kelgusida o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlash zarurligini qayd etdilar. Bu kabi chora-tadbirlar mahalliy kengashlar faoliyatida shaffoflik va legitizmni ta'minlash bilan birga, axborot maydonlarida bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar bu oddiy kanal emas, balki xalq bilan muloqotni ta'minlash, ishonchni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mahalliy kengashlarga ko'plab vakolatlar berilmoqda. Bugungi o'tkazilayotgan seminarimizda ham mahalliy kengashlar faoliyatini ijtimoiy tarmoqlarda shunchaki yoritish emas, balki oshkoralikni ta'minlash bo'yicha fikr-mulohazalar yuritildi. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha tahlillar qilindi. Shu bilan birga deputatlar faoliyati, doimiy komissiyalar ishini ijtimoiy tarmoqlarda zamon talablariga mos ravishda videoroliklar va zamonaviy media instrumentlar yordamida taqdim etish bo'yicha tavsiyalar berib o'tildi. Seminar yakunida muhokama etilgan masalalar yuzasidan aniq taklif va amaliy tavsiyalar ilgari surilib, yaqin istiqbolda amalga oshirilishi zarur bo'lgan vazifalar belgilab olindi.